Hurmatli bank mijozlari, bugungi uchrashuvni boshlaymiz. Uchrashuvimizga ariza bilan murojaat qilgan Limatroy MCH'ning rahbari valyutli kredit, tezkor kredit liniyasidan olaman deb murojaat qilgansiz. $100,000 kredit olaman deyapsiz. Kredit shartlarini tushuntirib o'taman. 3 yil muddatga 12% dan AQSh dollarida beriladi. Agar yevroda olaman desangiz 11% dan beriladi. 6 oy imtiyoz davri bor. Garovni diskontlashidan kelib chiqib kredit ajratiladi. Hujjatlaringizni kichik biznes bo'limi xodimlariga topshirasiz. Topshirgandan keyin belgilangan tartibda ko'rib chiqamizda bank boshqaruviga Android tillar guruhiga tashlaymiz. Android tillar guruhidan ijobiy xulosa olgandan keyin siz bilan kredit berish bo'yicha kredit shartnomasini imzolaymiz. Shunda necha pulga risk departamentidan baholangan obyektingiz kelishuv qilsa, o'shanga kelishuv qilib shu summaga kredit ajratishni ma'lum qilamiz. Boshqa hech kimga savol bo'lmasa, bugungi uchrashuvimizni yakunlaymiz. Rahmat.